Lekin bu ayni haqiqat. Xo'p, mana qo'limda MacBook. Bu MacBookni og'irligi где-то bir 500 gram yoki 400 gram. Bilganlar kommentariyaga yozinglar. Endi mana bu mani mashinam. Mana Hyundai Sonata mana yozuvni ko'rsataman mana. Hyundai ko'rinyapti. Mana Sonata. Xo'p. Endi mana shu mashina mana shu MacBook og'irligi bir 500-400 gram. Buni og'irligi bir 2 tonna. 2 tonna yoki 2 tonnadan sal ko'proq yoki kamroq, bilmadim. Eng qizig'i, buni ikkalasining ham narxi bir xil. Shunaqa. Men birinchi marta Koreyaga kelganimda juda hayron qolganman. Buni eshitib, o'zimda keyin shu narsa bo'lganidan keyin realnost bilan kelishganman. Ya'ni bu haqiqatligini tushunib yetganman. Bu videoni O'zbekistonda mashina olmoqchi bo'lgan jo'ralaringizga yuborib qo'ying.